Çok rahmat. Hatağa da atkanı gelse başına hını koyup algan durur var mı? Bilinmey arılaşıp ketyaptı toğa. Ha, maladas. Bu toğa oynamadınız bu. Yaxşı oynamayapsız. Ya sinirdim ne? Toydan çıkıp baratqanda bileyim. Bizde şunaqa toydan çıkıp ketetkende oynap çıkıp ketedi. Bizde toyga girip keletqanda bileydi. Çıkıp baratqanda bilemeydi. Nimaga? Çıkıp baratqanda bilesang paket üzülüp ketedi. Bu toğa men paket bermodim, siz qayerdan olib oldingiz bu paketni? Ha sen oşal paket berbeşini bilip uydan paket sala gelgende çöntöka. Vay toğa. Bizde paket almayınca ketmeydi. He. Men hazır paket yok uyga varıp Kusanbay'ın toyundan gelin desem işenmeydi ayalım. O men ayalım bugün atanar paket alıp geletip geçinde tamak jasabaydı. Nima qilishadi? Paketni jep jatat baldar. İyi. Şu paket çıkarganlarыңar da jaman jalqoo bola başladı. Nimaga? Murda 3 kilogram, 4 kilogram götüre turan çıkarat ele paketni. Hazır 1 kilogram, 1,5 kilogram götüre turgan. O 1,5 kiloga 4 bala toybaydı eken uyda. Ha, toymaydı, doğru. Ya bu paketni dağı çıkarganda bir oyunum çıkarışmaydı ne? Her türlü süretlerdi koyup çıkarat eken. Bayağı günü ayılda Kasımbek'in baldarı atasına Kur'an okutup katını okutuştu. Paketli bazardan kimis algan bilmem, Kasımbek'in ayal algan bir şey, baldar algan bu. Karavay alıp alıptır. Bayağı paketin sırtında Akiyan'ın boyunda kupaylık sençilen aşatkan kızın süreti var eken. Katmıda otursak kolga birden karmatıp koydan süretin kara oturgamız biz. Şap sal hoş önce götürüp. Elestet bayağı çilan aşkızın süretin götürüp çaldar katmıdan gitti abi zerçi var o şehirde. En aldıdan molda getudat götürüp alır. Ha, yaxshi. Oylan çıkarma öyleyim de paketti. Ha, bu paketingiz yaxshi ekan, guli var ekan. Lekin toğa bu paketni olishini olibsiz, bu dasturxonda hech balo qolmabdi-yu toğa. Sizdan keyingi keladigan odamlar nimani yeydi? Dağı koydu şimdi o. Bizde bir marta qo'yadi. Tuğan beri gel. Bizde uşunday. Bizde ikinci tamak tartılgana çeyin zor çıda oturabız toyda. İkinci tamak tartılgandan ile boldu. Al 2 yaş baktılı bol vay urganın var mı? İkinci tamaktan kendine operatsiya kök paket başlanat. Unisi qanaqa bo'ladi? İkinci tamakты jep atkanda sırttan biri gelip kalıp assalomu alaykum va alaykum assalom da uçuraşacak. Şimdi vurup ketadi. Sırttan gelip bir assalomu alaykum assalom da koy uğraşgan. Ha, yaxshi. İkinci tamakты jep bütkönden ele ana stolun üstünü tazalaya başlayız. Bizde jana ofitsiantlar stolun üstünü tazalamaydı. Nima qiladi? Biz özümüz tazalap koyabız. Alacan stollar türtüp çıldırıp koyat boldu. Bizde ikinci tamaktan gelen nam, borsok, çakçekey, bu salat, halviye, funçoza, anar, alma, örük, kola, fanta, çay dile kuyup olayın deysin tögülüp kalat da uyat. O'sha çayı tashab ketdingmi, yo'q deganda. Var joqdu çoğuldu paketke salatdağı
Çıkıp baraydı kafenin oğuzuna gelgende, kalkıp da üyün çiğnep atkan üşür getirip karaydı, eşteki kalmadı da kafenin içim daha karaydı mesela. Daha karaydı. O şerde bir yeküşlük banan kalıp kedet da. Ketip kalayın deysin, yüreğin kıybay çirkin. Eki jaktı karap dur, administratör nara karana şapır olur, uğraş ketip kaladır. Yaxshi. Bak malades. To'y qalay o'tdi? Ha, malades. To'y yaxshi. To'yni qatırdın, malades. Osh qalay bo'pti? Osh ayting tog'a. Ezibsin-chi. Rahmat, tog'a, rahmat. Shu tog'amga yoqadigan qilinglar deb zakaz berdim, yaxshi bo'pti tog'a. Malades. Oshni ezibsin uka. Rahmat. Guruchlarning o'rmalaydi qo'y. O'rmalatib qo'yibsin. Guruchlaring tovoqning qirnab biylab yuradi buni shunday qilib. Rahmat tog'a, rahmat. Shu sizga yoqadigan qilib yasatganimizda tog'a. Savizing oshning ustuna karnaydir o'tadi. Od. Malades. Yaxshi. Malades. No, emas guruch o'zgonduk ekan, ha? Topdingiz? Past o'zgonduk ekan, Chinmay jaqdan olgan guruch ekan. To'g'ri topdingiz. To'g'ri topdingiz. Ishlar nim tartib qolib tur guruch. Unisini ham to'g'ri topdingiz. Jang'irda qolib qolgan, shalpayda qolib ketgan o'sha bir ikki. Shunaqa qo'yib qo'ygan shekilli, sotayotganlar shunaqa dedi-da menga. No, saviz buni yelik birdik ekan ama. Yo'q, tog'am, topdingiz tog'a. Guruching bunday suvda qolib ketganda bunday kichkina bunday nam tart guruching deb turadi-da. Voy tog'a, topdingiz. Saviz buni yelik birda qarorog'a ko'milgan saviz ekan, ha. Savizning jonivar jarqirab qo'yib deb turadi savizing. Ha, yaxshi tog'a. Go'sht ayting tog'a, go'sht. Ya, malades. Men osh yeyotib, shunday mayiz qo'shib yuribsan, ya malades shu. Ya malades Husanbay shu bir to'y qilib otamda oshqa mayiz qo'shib yuribdir dedi. Bunday olib chiqmadi ostimon. Ya mayiz qo'shib yuribdir deb turib ursam, ko'rsa al mayiz emas, go'sht ekan al bunancha. Qo'shganimizda tog'a endi. Ya bunday ikki joli chiqdi qoldi mana. Tog'a, Buni qara. qo'shganimizda tog'a endi biz. Nasibni qara. Ikki joli chiqdi ostimon. Rahmat tog'a. Buni osh bo'lsin, sen oshni ozroq solib qo'yib tur-da. Nimaga? Shu 3 olganga yetmay qoldi, 2,5 olganda tugunib qol shu. 2,5 olgandan tovoq tugunin O'zbekiston qayta ishlab chiqarish fabrikasi degan joyga o'qib qoldi. Anan sal to'ybay qolib o'sha yerine. Tog'a, men ham ana shuni aytdim borib oshpazga. Oshpazga borib tog'amga osh jo'natdinglarmi desam, 18 marta jo'natdik dedi oshni. Ha, 2,5 olimdan oshmaysa 18 yo'l keladi-da. Ya, biroq malades. Yaxshi bo'ldimi? Go'sht ayting, go'sht. Go'sht topozning go'shti ekan. Malades. Topozning go'shti ekan. Sherda adashdingiz tog'a. Go'sht buqani go'shti. Topozning go'shti uka. Go'do jegan topozning go'shti. Men bilaman oxiri. Biz bilamiz. Biz bilamiz, buni mol qanday cho'p jegan? Go'do jeganmi, bede jeganmi, saman jeganmi? Olmal, mine çöp jegeni bilemiz. Nöbra qistalaq arasında öz-özü ne jegenimiz bilmey qalıbız da. Sal qo'shib yurib achat aralashtirib. Yo'q, unaqa emas tog'a. Bu buqani go'shti. Bu olaylilikdan olganman. Buqani go'shti deb bergan menga. Qayoqdan olgan? Cho'ng'olaydan. Cho'ng'olaydan yetimlari buqada o'tkazib turdi. Topoz sağa. Malades. Aytdim shu uyga kelganda junlarim uzun junlari bor ekan. Ana. To'pozniki ekan-da. Ana. Aytdim shu. Bishib qolgan buqada o'tkazib saqa turib. Shunaqa debdi. Biroq dasturxonni qatiribsan tug'an men. Malades, Husanbay. Husanbay. Qonunni tanuzdan aytdim. Jigar, dasturxonni kuchli qilibsan, malades. Rahmat tog'a, rahmat. Malades. Qonunni ko'rdingizmi, so'yilgan. Shu tillik qilib yubordik tog'a. Qanday? Qovun tarvuzlarni deyman. Tillik qilib yubordingda. Sal ko'proq tilib yurmadingmi? Ya, normal. Men seni bilaman, sen ancha til becheling-da. Nimaga? Seniki tilik kelib olchalar-da. Ya, biroq malades. To'yda qatirding, malades. Nima? Konvert oldingmi? Oldim tog'a. Malades. Oldimmi? Ammo lekin konvertni ichini ochib ko'rsam, katta rahmat deb yozib qo'yibsiz tog'a.
Husanbay, sen dağı men gelin alganda gelip aka katta rahmat dep koyup ketkensin da. Şunaqa boldu. Kakoy privet, takoy atvet bolatuk ha. Şunaqa bolar. Ya sen o'zak aytib qo'yib ket bolasiz. Aka katta rahmat deb. Ya men ketsa shu Husanbayga kelsin deb 20 so'mning ko'zine qaramay konvert yurtmay qilsalar mana. Rahmat taqa, rahmat. 30 so'mga uruch olib gaz yurtmay, buni qarab. Rahmat taqa, rahmat. Ya biroq foyda qatirding, malades. Kelganingizga rahmat to'yga. Shunday bo'lish kerak to'yda. Aydasida bir g'ilosni chachiratib qolatasizning ko'ra. Sochdiga. İtten çıkarıp koy. İtten çıkarıp koy. Bo'ldi, kel. Yürü o'shayda. Yürü taqa. Toy. Tınar Kurbanaliyev, İlyas İmanaliyev. Maria Magdalena, talaydın arman edin, жүректің болған емін, өзіңсің жаным. Жетелеп алға мені, торатын жол бар еді. İlyas. Bizga bir qashay bo'lsa ham olib ko'mayapsiz-da. Өзіңсің жаным. Ay. Neme? İlyas. Erten 8 Mart'ta ben Bişkek'te bolmay kalam, oşan için aldın alıp koyayım. İlyas İmanaliyev kolcanızlar bilen. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden hoşluk tuğanlar, hurmatlı atalar, apalar,